Jahongir, yaxshi yotib turdingmi? Mazza qilib yotdingmi? Barakalla. Bolajonim, oy mavzumiz nima? Güzel bahor. Hafta mavzumiz-chi? Hasharotlar. Bolajonim, stolning ustida nimalarni ko'ryapsan? Hasharotlar. Hasharotlarni ko'ryapsan, ha? Hammasining nomini bilasanmi? Qani bittadan olib menga nomini aytchi. Nima ekan u? Nima bu? Chumoli. Barakalla. Joylashtiramiz, ha? Bolajonim, chumoli qanaqa hasharot? Mittigina, ha? Mehnat sevarmi yo dangasami? Ha? Mehnat sevarmi, dangasami? Mehnat? Mehnat sevar, ha? Mehnat qiladi, dangasa emasa. Topgan narsasini iniga nima qiladi? Tashiydi. Kecha biz chumoli haqida nima o'rgandik? She'r o'rgandik, ha? Sen o'rgandingmi? Aniqmi? Qani aytchi. Aytamiz. Meni derlar chumoli. O'rganmadingmi? Bugun buvijoning bilan birgalikda o'rgan bo'ptimi? Davom ettiramiz. Yana ol. Nima ekan bu asali? Nima edi? Yasha. Qani joylashtiramiz? Joylashtiramiz. Barakalla. Bolajonim, xon qizini rangi qanaqa? Güzel. Ustida nimasi bor? Nimasi bor? Qorasi bormi? Xolcha qora, xolchalari bor, ha? Xolchalarni sanaymizmi? Boshladik. Baland o'zi. Ha. 3, 4, 5, 6, Demak, nechta ekan? 4. 7ta. 7gacha sanading. Demak, 7ta xolchalari bor ekan. Yana davom ettiramiz. Nima ekan bu? Kapalak. Kapalak chiroyli hasharot, ha? Juda ham chiroyli. Qani kapalagimizni topamizda, ustiga qo'yamiz, joylashtirib olamiz. Barakalla. Qanotini qanotiga, oyoqchasini oyoqchasiga to'g'rilasak, joylashib bo'ladi. Ozgina. Ana malades. Yasha. Davom ettiramiz. Nima ekan bu chiroyli hasharot? Qanoti bor ekan, shundaymi? Nima ekan bu? Ninachi. Barakalla. Qani joylashtirchi. Ninachini ham joylashtiramiz. Demak, ninachi ham nima ekan? Hasharot ekan, ha? Yoki qush ekanmi? Qush emas, nima? Hasharot. Davom ettiramiz. Yana bitta hasharotimiz qolibdimi? Yo'q, ikkita qolibdi. Qani ol bittasini. Nimani olding? Asal ari. Asal ari nima ish qiladi? Nima yig'adi? Asal. Asal yig'adimi? Asalni yaxshi ko'rasanmi? Yana kim yaxshi ko'radi asalni? Ayiq. Ayiq yaxshi ko'radimi? Xo'p, joylashtiramiz. Bolajonim, ayiq asal arini iniga boradi, shundaymi? Nima uchun boradi? Asalim? Asal yeyish uchunmi? Asal ari qo'yadimi? Asalini olishga qo'ymaydi, nima qiladi? Zillab ayiqni quvadi, chaqib oladi. Ayiq nima qiladi? Dod deb baqirib yig'laydi, shundaymi? Yana yugurib qochib ketadi. Tushunyapsanmi? Barakalla. Unda davom ettiramiz. Eng oxirgi hasharotimizni olamiz. Nomini ayt. Nima ekan? Shilli qurt. Qani joylashtiramiz? Demak, bu shilli qurt ham hasharot ekan, shundaymi? Hamma hasharotlarni tanib oldingmi? Esingda qoldimi? Barakalla. Unda 5 ni tasha. Barakalla. Ofaring.